Talabalik oltin davr. Bilasizmi nimaga oltin davr deyilgan? Sababi bu davr o'ynab kulib olishinglar yoki oxirgi marta maza qilib yashab olasan, undan keyin turmush qurding, katta hayot, shuning uchun maza qilib yashab ol degan ma'noda emas. Balki talabalik davrida barcha oltinlarni yig'ib olasiz. Ya'ni bilimlarni. Mana shu oltinlar keyinchalik sizni hayotingiz davomida asqotish uchun. Aytaylik, shu oltinlar sizni kelajakda mayda-maydalab ishlatishingiz uchun eng katta investitsiya. Ba'zi bir oliy ta'limlarida, xususan kelinglar nomini aytmaymiz. Ko'pgina oliy ta'limlarida biz O'zbekistonda aytamizki, o'zbekchilik deymiz, endi masalan Navro'z bayrami, Yangi yil bayrami, til bayramlari yoki Alisher Navoiy, Amir Temur tug'ilgan kunlari sababidan talabalar tadbirlarga jalb qilinadi. Agarda sizni shunaqa tadbirlarga ko'p jalb qilishayotgan bo'lsa va bu yoqda o'qishingiz qolib ketayotgan bo'lsa, bunaqa tadbirlarga yo'q deganingiz ma'qul. Siz asosiysi tadbirlarga ta'limiy jihatdan qatnashing. Ya'ni aytaylik, mayli, Amir Temur haqidagi tadbir bor. U Amir Temur haqidagi tadbirda o'yin kulgu emas, balki Amir Temur hayoti haqida, uni yurishlari, tarix haqida suhbatlashilsa, demak bu tadbirga qatnashish kerak. Yoki Alisher Navoiy, g'azalxonlik, til to'g'risida suhbat borsa va u tilni tadqiqotlar olib borilsa, bu tadbirlarga albatta qatnashing. Afsuski, Alisher Navoiyga bag'ishlangan tadbirda 1-2 she'r o'qilsa va qolganida musiqa, o'yin kulgu yoki shu Alisher Navoiy tadbirga tayyorgarlik ko'rish uchun sizdan aytaylik sharlar yoki qanaqadir pishiriqlar qilib kelish yoki milliy kiyimlar va bu sizni bir kuningizni olib qo'yayotgan bo'lsa ham, demak bu katta vaqtingizni yo'qotyapsiz. Talabalik oltin davr, bu siz talabalik 4 yil deb tasavvur qiladigan bo'lsak, shu 4 yilingizda oltiningizni yig'ib olib kelajagingizga investitsiya kiritishingiz uchun oltin davrdir. Mening tengdosh o'rtog'im yoki mendan kichikroq bo'lgan o'rtog'im, men siz bosib o'tgan yo'lni men siz bosib o'tgan yo'lni bosib o'tdim. Men ham talaba bo'ldim. Ba'zan shu kelib qoladigan joylarida aytamanki, talabalik oltin davr to'g'ri, lekin o'ynab kulib qolish davri emas. Universitetda barcha narsa qildik, lekin o'qimadik deb ba'zan hazillashaman. Ya'ni sizda hozir vaqt bor. Shu oltin davringizni, oltinlaringizni behudaga sarflab yubormang. Asosan o'qishingizga e'tibor qarating. Olg'a.